Kim bor? Hozir. Assalomu alaykum onaxon. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog' salomatmisiz? Qish o'g'lim, xizmat. Onaxon, O'zbekiston Milliy statistika qo'mitasi aholini ro'yxatga olayotganda xabaringiz bo'lsa kerak. Voy bolam, bu statistikang nima degan u? Statistika bu sonlar orqali ma'lumotlarni yig'ish, sanash va taqqoslab o'rganishdir. Tushundingizmi onaxon? Ha, tushundim bolam. Ro'yxatdan albatta o'tamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Opa, pastga tushasizmi? Gap bor edi. Hozir. Gazdami, svetami bittasi bilmayman. Yo tavba. Opajon, 15-yanvardan 28-fevralga qadar O'zbekistonda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonlari boshlanadi. Sen meni ro'yxatdan o'tkazib o'timga kredit olmoqchimisan? Ro'yxatga olish bu statistika sohasidagi eng murakkab va keng tarmoqli jarayon bo'lib, umumiy statistik ko'rsatkichlarini yig'ishni unital metod hisoblanadi. Ya'ni ma'muriy ma'lumotlarda vazirlik idoralarida mavjud bo'lmagan aholiga oid va qishloq xo'jaligiga oid ma'lumotlarni jamlash. Ya'ni ro'yxatga olish natijasida kelgusida qarorlar qabul qilishda, strategiyalarni belgilashda asos bo'ladigan muhim ko'rsatkichlarni shakllantiradi. Sen bu gaping bilan meni beshikdagi bolamni ham ro'yxatga o'tkazmoqchimisan? Beshikdagi bolam suv dedimi, non dedimi, nima dedi senga? Ro'yxatga olishda mamlakat hududida yashab turgan barcha ro'yxatga olinishi kerak. Shu jumladan 2026-yil 15-yanvar sanasiga qadar tug'ilgan chaqaloqlar ham. Ya'ni yoshi, jinsi, millatidan qat'iy nazar barcha ro'yxatga olinadi. Shu jumladan bolalar ham. Bolalarga oid ma'lumotlar ularning ota-onalari, yaqin qarindoshlari yoki voyaga yetgan shaxslar tomonidan anketalar asosida ma'lumotlar to'ldirib olinadi. Endi tushundingizmi opajon? Ha, tushundim. O'zim bilaman. Yo tavba. Otaxon, ro'yxatdan o'tish ikki xil usulda bo'ladi. Dastlab 2026-yil 15-yanvardan boshlab o'zingiz haqingizdagi ma'lumotni onlayn taqdim etishingiz mumkin bo'ladi. Agarda siz 31-yanvargacha o'zingiz haqingizdagi ma'lumotni onlayn taqdim eta olmagan bo'lsangiz, 4-fevraldan boshlab mahalla yettiligi uyma-uy yurgan holatda aholini birin-ketinlik bilan so'rovnoma asosida o'zlari ro'yxatga olishadi. Bolam, yosh bir joyga borgan bo'lsa, men onlayningni qayerdan tushunay? Bobojon, onlayn ro'yxatdan o'tish degani bu internet orqali tez va qulay usulda ro'yxatdan o'tish degani. Bo'ldi aka. Men buni tushunaman. Biz oilamiz bilan ro'yxatdan o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, ro'yxatga olish jarayonlarida faol ishtirok eting. Bu haqda ota-onangizga, yaqinlaringizga ma'lumot bering. Bu jarayonlar siz uchun, biz uchun juda muhim. Unutmang, bu hayotda barchamizning umumiy bir vazifamiz bor. Kelajakni yaxshilash, har bir to'g'ri ma'lumot mamlakat taraqqiyoti, xalq farovonligi uchun xizmat qiladi. Birgalikda ro'yxatdan o'tamiz, birgalikda kelajakni quramiz.